Joda olaman deb, lekin hali ham ola olmadingizmi? Bizdan olishingiz uchun uchta sabab. Birinchi sabab arzon narx. Deyarli O'zbekiston bo'yicha bu narxda hech kimda yo'q. Ikkinchi sababi sifatli mahsulot. Uchinchi sababi sifatli chok, ya'ni svarkalar hech qachon ko'chib ketmaydi. Ovozlar ham 5 shum bo'ladi. Yana siz kutgan joy yo'q-ki, narxi video davomida. Dastavkaga keladigan bo'lsak, dastavka O'zbekiston bo'ylab kelishuv asosida bo'ladi. Bizda keng assortimentda har xil jodularimiz bor. Ko'rishingiz mumkin, yumaloqdan tortib to'rt burchakgacha. Hozir bularni bitta-bitta sizga tushuntirib, tanishtirib o'taman. Har joyni qilma orzu, har joyda bor tosh va tarozi deganlarda okalar, ko'rib turganingizda 6 xil jodimiz bor. Bularni hozir bittan-bitta obzorni qilib, narxini aytib o'tamiz. Nimaga 6 tasi 6 xil narxlarga sizlarga video davomida tushuntirib o'tamiz. Birinchisi keladigan bo'lsa okalar, 2 million so'm, 2 million 100, 2 million 100, 1 million 700, 2 million 100, 1 million 700. Endi bularga nimaga bu 5 tasida 5 xil narxda chiqayotganini sizlarga bittan-bitta tushuntirib beraman. Okalar, ko'zim sal qisilib qolgan, xafa bo'lmaysizlar. Quyoshga qarab nafrinsiz chiqolma. Xo'p, bu jodimiz okalar, narxi 2 million so'm chiqadi. Motor quvvatlari 6,5 kW, oborotlari 3,5 ming bo'ladi. Tishlari keladigan bo'lsa okalar, tishlari 24 ta tishli bo'ladi. Yana ichidan o'zini qo'shimcha 4 xil nasatkasi chiqadi. Makka, bug'doy, xashak, beda, meda, har xil shunaqa narsalar uchun 4 xil o'zini nasatkasi chiqadi. Xo'p, buni 2 millionligi endi motori keladigan bo'lsa okalar, motori alyumin admotka bo'ladi. Biz emas. Keyingisi o'tadigan bo'lsa okalar, bu motorimiz 4 kW 2850 obrotda ishlaydi. Bu 30 tishli bo'ladi okalar. Motorlar alyumin admotka bo'ladi. Bunda ham xuddi aytib o'tganimdek 4 xil nasatkasi chiqadi okalar, faqat tishda farq qiladi. Bunda 24 ta tish bo'lsa, bunda 30 tish bo'ladi. Endi bunisi keladigan bo'lsa okalar, ikkalasining narxini ham bir xil dedim. Ishlashi ham bir xil bo'ladi, faqat bunda motor quvvati farq qiladi. Bunda 4 kW motor bo'lgan bo'lsa, bunda 9,5 kW motor bo'ladi okalar. Tishlari 30 talik, oborotlari 3,5 ming obrotda ishlaydi. Hop, endi bu jodimiz kelamiz okalar. Bu jodimiz katta. Nimaga bu 3 million 1 million 700 ming chiqyapti? Endi bu sizlarga aytaman. Birinchidan okalar, varankasi 3 qarishli, bez germechniy bo'ladi. Tishlari 24 ta tishli bo'ladi okalar. Bachoklari ko'rib turganinglardek, bularning bachogi kichkina bo'ladi. Hozir chiqayotgan yangi bachoqlarimiz o'zimiz brendniklar, bular ancha katta bo'ladi bunga qaraganda. Bularning bachoqi kichkina, shuning uchun bularning narxi arzon chiqadi. Va nihoyat bu jodimiz kelamiz. Ko'pchilik o'sha yaxshi ko'rgan o'sha jodisi bo'ladi okalar. Bu jodimiz 6,5 kW mis admotkali jodi bo'ladi. Admotkasi mis okalar. Hop, tishlari 24 ta tishli bo'ladi. Motor quvvatlari 6,5 kW, 3,5 ming obrot admotka mis. Bular ham ichida o'sha 4 xil nasatkasi chiqadi aka o'zini. Hop, endi bu jodimizga tushuntirib o'tadigan bo'lsa okalar, bu jodimiz 1,5 kW jodi bo'ladi. Oborotlari lekin 2850 obrot chiqadi. Tishlari 20 talik tish bo'ladi okalar bularning tishi. Varankalari ham 3,5 qarishli germechniy, shu katta varankadan bo'ladi bularniki. Ruchkalari ham ikki tarafda bo'lar ekan okalar. Shu ko'rib turgan jodining hammasi okalar, motorlari aqlli motor hisoblanadi. Bu aqlli motor deganda sizlarga nima tushuntirsak bo'ladi? Har bittasi o'zini avtodachisi bo'ladi. Misol uchun, to'kingiz pastlab ketib qolgan bo'lsa yoki-da nimadir xashak-xusholat tiqilib qolgan bo'lsa, bemalol motor o'zini himoya qilgan holatda avtomobil tashlaydi. Kimga jodlarimiz ma'qul keladigan bo'lsa okalar, bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dastavka kelishuv asosida bo'ladi. Shu, nachili